Mana O'zbekda ham, Qirg'izda ham, O'risda ham hayo bor. Rossiyada bilsangiz Volga degan daryo bor. Bu Volga deganlari hamma daryodan katta, tip-tiniq suvlarida baliqlar ko'p albatta. Rus xalqining odati sira bekor qolmaydi. Dam olish kunlari ham faqat baliq ovlaydi. Baliq ovlagan odam yuragida qolmasa ham tinmay baliq ovlar ekan rus yigiti Ivan. Chuvalchangda yangilab rosa qarmoq tashlabdi. Oxir ko'ka qimirlab qarmoq torta boshlabdi. Suyunganicha Ivan niyatni qilib katta, shoshilganicha Ivan qarmoqni tortishardi. Voy qarasaki qarmoqda oltin baliq turibdi. Yalnib o'zini har tomonga uribdi. Gapimni eshit Ivan bir nafas, tilagingni aytsang bas. Insonlarning g'ami ko'p, buni yaxshi bilaman. Xohlasang 55 qop dollar sovg'a qilaman. Balki senga mashina yo qachoni kerakdir. Go'zallikda tengi yo'q bir jonona kerakdir. Tilagingni ayt Ivan, bajaraman barisin. Xohlasang yuboraman oldinga suv parisin. Ivan shoshilib o'ylanib qoldi shu vaqtda, oltin baliq tutdi, bu ham bo'lsa bir baxtda. Rus yigiti o'zini qo'lga olib bir pasda yagona tilagini baliqqa aytdi asta. Birgina tilagim bor, shuni bajarsang bo'ldi. Rossiya o'lkasiga o'zbeklar rosa to'ldi. Ketinglar desak hech quloq solmayapti. Ularning dastidan bizga ish qolmayapti. Shunday qilki o'zbeklar ketsinlar o'z yurtiga, borib qarasin ular paxta ipak qurtiga. Oltin baliq Ivanni gapiga quloq soldi, lekin dumini likillatib biroz o'ylanib qoldi. Ivanjon, tilaging dilimni qildi xira, o'zbeklarni Rossiyadan chiqarishi iloji yo'q sira. Chunki qancha suvda suzib yugurganman, yelganman, Rossiyaga o'zim ham Sirdaryodan kelganman. Молодец.